Kim başqalarning turmush haqidagi bayonlarga yo'l ko'rsatishga usta. Biroq o'zining hikoyasiga kelganda amalsiz. Bir azobli kechmishga xotim berish uchun hammani qaytadan boshlash kerak. Ammo bu tanlashim meni qaytadan boshlash fursatidan mahrum qiladi. Chunki men amalsiz. Ko'ngilning kayniga kirib mushi yerga keldim. Yana ko'ngilning kaynidan ketib boraman. Kimning baxtli bo'lg'usi yo'q deysiz? Siz, men, u hammamiz baxtli bo'lishni xohlaymiz. Biroq yana shu sizning, mening va uning sababidan baxtdan yiroqlaymiz. Ne çare, hayatdan ranjish bizga hech narsa elib kela olmaydi. Ayni vaqtda munda qilgan bo'lsam-chu deymiz-yu, biroq uningmi hech narsaga foydasi yo'q. To'g'ri deb o'ylagan xato tanlashim hayot va mamot girdobida meni qiynamoqda. Men qanday qilishim kerak? Hammasi deydi. Hech qisi yo'q. Hayotda har qachon hammani qaytadan boshlash fursati bor deb. Biroq men yanala hammani oyoqlashtirishni tanladim. Buni bir xato tanlash ekanligi menga ayon. Biroq chorasizman. O'yladingizmi? Agar siz bo'lgan bo'lsangiz, qanday qilardingiz? Yaxshimisiz qanqas? Tamoqingizni yetkazib keldim. Sal kechib qoldim, sat oldi. Men tomoq buyurtmagandim, qarab boqamsiz. Adresni sizning adresingizni yozib oldik. Xatalashib qolgan o'xshaysiz. Sedat xonim. Yaxshimi, uchuringizni hozir ko'ribdim-a? Xotirjam bo'ling, biz sizni hargiz aldamaymiz. Bo'ldi. Bo'ldi, men mailingizni selib etgandan keyin lam sizningki mal talonni sizga avatib beray-a. Yaxshimi, men hozir tashkir baxtdim. Sizning mailingiz bugun tushdan keyin mangdi ekan-a? Mang'andan keyin lam sizga talon avatib berman. Xotirjam bo'ling-a. Voy, nanan ishxonam chaqirding-a? Ma'qul. Qanqas bu tomoq rost sizningki endi qarang, adresim shu. Xatalashmidi? Xato aytib. Rahmat. Ha?
sanamroq tomoqni buyurtib qo'ydim. Ya. Voy aka. Yaxshimi? Aka, menga yana biza vaqt bering jinim aka. Men pulingizni cho'qim to'liq qaytarib beraman. O'simi bilan qo'shib qaytarib beraman aka. Ha? Rahmat aka, rahmat. Bo'ldi. Ma'qul aka. Ma'qul. Bo'ldi aka. Xo'sh.刚一直在挑，你给我挑一个呗，就这条呀。就这个啊。对呀，我一直推荐这条给你。啊，这可以，这可以。碧玺嘛，哎，最适合妈妈戴的。感觉挺特别的啊，五颜六色，不错。那就这条了吧？多少钱？行，4万块。4万块钱。对，这可以，挺适合给家人戴的。对，给妈妈戴。给妈妈戴啊。这个多少钱？这个4万块。4万块，价格挺合理的。那就我多加1万，可以给我吗？你这礼貌嘛，再加1万。同时看中的好吧？你还没买吗？不是？我要买，现在知道吗？老板，谁先看中的？帅哥先看的，不好意思。他只不过是拿到手上而已。那我也是。我多加1万。给他吧。算了，不要了，不想跟一个女孩子争东西。谢谢。那就卖你6万。是这样子，真的呀？卖他吧，算了。帮我多卖2万块啊！帮我包起来吧。Vay, acha yaxshimi ha? Uy ishchi hammanglar tinchlikmi? Yaxshi. Xumar mush şirketning ishlarini o'z bir qo'lli qilayotgan bo'lg'ach, sal aldirash bo'lib, shu shirkatning ishlari bilan bo'lib ketdi. Hiç jimjit turdi-ku hozirgacha. Bu qizvalimi xizmat bilan aldirash bo'lib ketdimi? Bu cho'qim sen eng avval xabar qilmanda. Oştama nimda yaxshi? Qayerlikka nima ish qildikan? Xumardan so'rab baqay, tunishamdig'andu. Bo'ldi. Ma'qul, at ko'rishlar xo'sh.
Undaq emas. Bu ya kino bo'lmasa. Biroq bundaq bo'lishi to'g'ri emas-ku. Agar mening farzim rost bo'lib qolsa-chi. Voy, mening qo'limdagi yana bir kishlik tomoqni. Qanqas? 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 Geldim sahip cemal Prağımda buldum bir hal Seni körgen kündeyim bu yan Veslan bana şirin hıyal Aydın geldim sahip cemal Prağımda buldum bir hal Kündeyim bu yana veslan bana şirin hıyal Dertlerimni eyley bayan Yüreğimde utun yaman Tapalmedim veslimli men Bakit tüley Dertlerimni eyley bayan Yüreğimde utun yaman Tapalmedim veslimli men Bakit tüley bulgin aman Cemal Prağımda buldum bir hal Seni körgen kündeyim bu yan Veslan bana şirin hıyal Aydın geldim sahip Cemal Prağımda buldum bir hal Seni körgen Kündeyim bu yana veslan bana şirin hıyal Güllem tuzup buldu hazan Seni süygen dilim beyran Benim süygüm mikrim üçün Muhabbetke vergi Dertlerimni eyley bayan Yüreğimde utun yaman Tapalmedim vesli